Yakıcım da. Ne deganlar bu? Maşina olmadan kaldı. Ustam, bu neymiş kılıbatlı bu kısılı jürü bu? Yakıcım da. Ne deganlar bu? Ya bana kolları kıçımda demekçi. Kıçmayda. Kıçımızlar ne mi uğraya var benim pom 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 kadar dadlardan maşina olmasa bu maşinası. Kızık geldi ya da kıçıp ketmemiz çizler yasımcama bak kollarını kaçtırmasın buldu da. Düşünüm. Abrik kettim abi baş tuz yolundan kelsek buldu da. Vay men bir egir bugür yoldan kemedemse tüp tüz geldim ustam. Yolda ütep gitip bağam ustam. Endi am maşinani aldın qata bir jalap bergantilar Gio'na. Şu oylab baksam hem de bir 6000 kilometr atrofida menib tikanman. Da qarsam mavada pamer deb turdi ekan. Shunga bir Gio'ni aldın qatim sizlar bek deb ketgantilar. Vaqti jalaylar deb. Shunga bir vaqtida bir jalap mashina bir yaxshi asray deb shuni kelishim deb ustam. Obdan bo'libdi yo. Benim terbiyem hali o'tibdi. O'tmamdi ustam. Aslining tarbiyalaridan gaplar bek o'tib ketdi menga. Hozir hojatxona chiysammi? Hojatxonaning firq firmay, aslining gaplar firayda. Hozir mening prosimimni yo'qolib ketdi janob ustam. Xo'shtama. Endi meni gapimni o'ylayapsizlar, prosimimni yo'qolib ketgan bo'lsa hamda nada qig'liq bor deb burab yurib ro'chivonga aylanib qolmasdan yana. Chaqchaqni qo'ydi qo'ysa anda bir masalaga o'tgidek burab ketgidek gap so'zlar qilib boqmadim. Ham demakchi endi shu almashtirishlar, vaqtida almashtirishlar, yaxshisini almashtirishlar da bizga 50 oylikni almashtirmay. O'ziga muvofiq, o'ziga mos keladigan almashtirsa o'zining mashinasi paytvash emas. Men o'zim bilib nima mashinaning paytvash. To'g'ri deylar. Ansa almashtiram da. Almashtirib yetilar. Mashina nechasidan dasman jiyon tayyor qilay. Echirayman sen. Ma'qul. Buni bitta. Bittami? Rasmish ko'rinib rasa. Mana sizlar mashinnikka hozir shu 10-qatimliq jiy almashtirish ekanmi, ha? To'g'ri. 10-qatimliq. Sizlar koni chopqa to'lab ketiblar bizga. Undan so'ng shu koni chopqa to'lab ketiblar. Ere gelip bayan mening gap so'zlarimni anglab salchi deyapman qilib puraqni buryanman qavlab ketdim deb ketlamas. Men endi ba'zi bir ko'nglimimiz tuzadimlar. Chegan xaridor bilan nima chaqchaqlashib qo'yamiz sizlar. To'g'ri, chaqchaq bo'ladi. Chaqchaqaqtirib chaqchaqlashib qolar ekan emas. Shunga bizning mush pamirniki shu naqsmish bo'lmoq ishlangan jiyosdan 5 litr. Xudobi haqsiz bir qitim quyib beraman-ku. Voy. Bek kayıp ketdikmi ya ustam nimda? Aymadı. Sizlar yanchiq kayıp ketib qolgan biz unchalik kayıp qilsam bo'ladi. Rahmat ustam, rahmat. Shu bo'lmoq ishlangan maxsus jiyorimiz davomli qo'yayotgan jiyorimizni qo'yib beraman. Lekin ustam, o'sha harakatim jalatimiz shuni. Buningda hech bir Bauman'ninki bir biyojisimi yo'q, bir marksimi yo'q. Bu Satak yo'qda? Sizlar toza ko'ngil tutamablar. Necha vaqtni yozib qo'ydirib bilinmablar. Bu o'yinchilarmi emas? Ya'ni bizimizga buni yo'q emas. Ham bu Bauman shirkati degandan maxsus mashina yasaydigan shirkat bu. Jiyo yasamaydi. Jiyoni bizga o'xshash maxsus korxona yasaydi-cha, buni shirkat yasab, Bauman shirkatiga olib borsak, shu mashinasiga Jiyo maskagidek bo'lsa, uning bo'ladi ekan deb turib ishlatadi. Buni tanlaydi-cha. Masalan, qaysi? Mava BMW. Barmikan? To'g'ri. Sim barmikan? Sim bor ekan. Sim shunami? Men to'chas oq chiqarib qo'yganlar meni tushuntirish o'xshaydi deb qolmaslar. Men qaysa, o, bu mening markasi, o, menining markasi. Bu mashinaning barliq mashinalarining markasidir-da. O, tegidiki, bunday qilib o'tgan xatni ko'rdimmi? Biroq cho'lpon imzo qo'yib qo'ygan o'xshaydi deb o'ylab qolmasam, men bu mashinaning Dongshujangsa. Boma mashinani ishlab chiqaradigan shirkatning eng chong boshlig'i. Mush Boma mashinaga haqiqiy mos keladi ekan deganlik uchun imzosini qo'yib, buningdan keyin mush jiyon ishiltinglar deganligini isbotlaman. Shu Bomaga maxsus ishlangan deymiz emasmi mana? Xotirjam bo'ldim. Bo'ldimsa? Ishmo bitdi. Bo'ldi, avar qildim ustam demsa. Ha, hech qisi yo'q. Buda kelganda ko'rsatmayapman. Men menga ustam bunda bo'lsa. Ma'qul. Men yuramdim ustam. Men yuramdim deb turib hali bir narsa qopqon qanda? Yo'q, bir narsami qammada? Meni yuramdim ha. Hada qo'saq ochgan bo'lsa yerlarni olay. Voy, yo'q ustam, sizlar bayam dayatli, haliqi bir 5 litrni sovuq qildik deb, shunga shu 5 litrni elib ketaymi deb. Manda gapni qilib qaysa bu 5 litr bizda qelaverdi. Biz bu yerda sizning telefon bizdan puta orqadan chigizib qo'ygan bo'lsak, asir bo'lib buda kelgan almashtirib xotirjam bo'lsizlar. Yo'q.
Jiyo başka maşinaga kaçlanıp ketmez yana ustam. Yo, biz şu başka maşinadan kaçılayımız deb satamaz bunu. Sizga o'xshash bo'lmadi, yana biz yana o'xshash kaçılayımız bunu. Lekin men sizdan turaverdim. Ma'qul. Elip ketsem bo'ldi ustam asli. Voy, menda asraydi Allah qaysa bu ilib ketsinmi, ilib ketmasinmi bo'laveradigan narsa. Bu mushat ustab bexatar turda emas, men buni uyga olib ishkam qilyapsizlar. Endi men keyin kelga vaqtimda deb sildim bilek boshqa bir bolalar qilib qolsa, mushat ham o'qishmas qolab qolam deb qilyapman-chi ustam. Shuni Siltas ko'ngil to'qib qo'lamaplar. Avo, Viveskilik Pamir degan xatni ko'rdingmi? ha ko'rdim. Bu Pamir degan do'kon faqat Qashqarlar emas, butun Shinjongda bor. Biz kasblashgan, ko'lamlashgan haqiqiy shirkat. Bizning hamma yeri bor do'konimiz. Pamir degan do'konning o'ziga chiriblar, men arxivga qaylab turib, manda deganda, 5 litr mayni ishda quyib turadigan bo'lganda, sizlar har qanday o'xshash almashtirib. Voy qanday yag'vasam jalsam bo'laverimda. Men dedim-ku, biz 16 yil oldi men kasb bilan shug'ullanayotganlar. Butun yerda bor, Shinjongning hamma yerida bor. Unda bo'lsa bo'ladi ekan. Lekin Voy, sen men emasam, Qasim bo'lardi. ya men ensirma demam do'stam. Ha. Bo'ldilar ustam. Ma'qul. Rost jalab turdi ustam. Ey shagird. Menga do'konga kirishga chiq. Sizning mashinada bir iliqish kimlik, uning sizning nopostepda deganlik bizim bormi? Bor. Ba'varimiz bo'la. Xullas men xotinim telefon qilib bizning nopostepda kimlik yilni chiqsin. Oila bo'yicha bir to'xtamda meni rabrs qilib tuzab barmoqni besib, aning bo'lsa, sizning 5 litr mayning tip nomerini silib, Gongjong idorasiga berib 5 litr mayni Gongjong qildirib o'tayman. Voy bo'ldi ustam. Men ensirmadim, rost ensirmadim. Bo'ldi. Oiladan qattiq ensirib ketib bordingizlar. Voy yo'q, men ensirmadim, rost. Men qaysam mana machroylarning o'zidan hozir yung bo'g'izlagan ashu kalodeklam qilib qizirib ketdilar, siz ensirib ketdingiz. Ya ustam, men rost ensirmadim. Oyna. Ben ishondim. Munda titrab ketdi, ensirayapsiz. Yo'q. Ensirmadim ustam. Ensirab ketdilar. Ya, rost ensirmadim. Yo'q, bo'ldi. Ya, yo'q. Qo'ydi devat. Voy, bo'ldi, rahmat ustam. Ya bo'ldi. Sen unda qilmislar? Ya bo'ldi. Qachta oldimi? Ma'qulan savoylab bangala. Jibini bekor qo'yaman desam, bo'libdi bir koni xaridorlar desam, kot. Ajoyib odamlar bor ekan.